Ozish deganda shirinliklarni atmen qilish kerak deb tushunardim. To'g'rimi? Men ham shunaqa deb o'ylardim, toki to'g'ri ovqatlanish ilmini o'rganmagunimcha. Ya'ni siz ozish jarayonida ham bemalol shirinlik yeyishingiz mumkin. Lekin shirinlikka tortish nima uchun sizda tortayotganini ildizini aniqlashimiz kerak. Bu albatta tahlil natijalaringizga qarab. Misol uchun agar sizda insulinga reaksiya baland bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam oqsil moddasi tushib ketgan, temir moddasi pasayib ketgan bo'lsa ham shirinlikka talab ko'payib boraveradi. Aynan shu defisitlaringizni to'ldirganimizdan keyin esa sizni umuman shirinlikka tortmay qo'yadi. Unda qanaqa shirinlik yeyishim kerak? Men aslida shirinliklarni tavsiya qilaman o'quvchilarimga, chunki bu baxt gormoni hisoblanadi. Ya'ni magniyga boy shirinliklar, ya'ni bu qora shokoladlarda bo'ladi. Temni, achchiq kakaosi baland foizli shokoladlarni iste'mol qilsangiz, unda gormon счастья, ya'ni shirinlik yeganimiz bizning miyamiz glyukoza bilan oziqlanganligi uchun glyukozali mahsulotlarni iste'mol qilib turishimiz kerak. O'sha ayol kishi o'zida baxt gormonini his qiladi. Shuning uchun shirinlikdan butunlay voz kechmasdan to'g'ri shokoladlarni tanlab yeb ham bemalol sog'lom turmush tarzini olib borishingiz mumkin.